shu sovuq bilan chiqib ketay deb plan qilgandim. Negadir qiziq bo'lsa sovuq bilan o'tib ketsa bo'ladi. Toshkent tomonlarga ketadiganlarga ham o'zi qulay. Rishtondan chiqadi, Farg'onaga borib yurmaydi, Rishtonga ketadi. Biz Rishtondan chiqib Farg'onaga qaytib ketamiz. Bu akajon xudo xolasa Kabix yangi Farg'onadagi yangi brendimiz. Bu oshxona faqat oshxona mebellar ishlab chiqaramiz. Ya'ni tayyor bloklarda individual zakazlarda ham konver uslubi bo'yicha 72 soat ichida bitirsa bo'ladi. Bo'ldi. 72 soat ichida bitirmasa nima ishtirok? Agar shartnomadan so'ng 72 soat ichida bitirilmasa, to'lov 100% qaytarib beriladi. Bo'ldi, zo'r. Hayotim ishlamayman. Aslida qayerdash kerak? Hozir toqqa chiqamiz bitta o'zi pastda to'g'ri. Ya, bemalol. Akam bo'lishadi. Xudo rahmat aka, tanishgandan xursandman. Gaplashamiz. Zo'r chiqadi-da. Ya, men o'zi bunaqa kutmagan edim anaqa. Burchda turib Gapirsak Burchda bo'ldi. egasiman desangiz o'zi aka nomni o'zi brend edi. Hali ermakka o'xshab, Burchda egasi hoja kelganda chiqib kelishadi hammaga. Farg'onalik hamma biladi degan. Asfalt bo'lgan bo'lsa ketdik deb urib oldik. Shu yo'lda yomon joylari bor ekan. Ya, yaxshi. Lekin kelgani arziydi. Tabiati juda chiroyli. It topmas joylar edi. Mana bu Oqqayin bog'i bor ichkarida rosa. Oqqayin. Bu tomonda rosa chiroyli tabiat ko'rinadi. O'rmonda qaraylik, o'rmon. O'rmonda. Mana shunaqa joyga kirib olib, havosi zo'r. Bu shifobaxsh qanaqa beradi bu? Viruzalar. Hammamiz bitta baqirib ketgan, davlat yaxshi bo'lishi mumkin, qolgan hamma davlat qilamiz. Qolganlarda. Odam ko'p ekani yo'q mana. Bitta ko'rsatdingiz. Hech nima deb bo'lmaydi aka bunga. Ta'riflashga til ojiz. Viruzalar. Hozir Suq tumaniga kelganmiz. Reis bet. Shunday feni reis. Nimadir bo'lyapti ekan, va'da deyapti, keling. Chashmani raisi mana shu. Telefon ekran. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Sizlar bosh xizmat? Chashmani raisi shu. Bular respublika bo'yicha kichik biznes uyushmalari tashkil bo'lgan raislar, hammasi tadbirkorlar. Yoshlar yetakchisi. Suv chiqaradigan bor. Oxirgi marta qachon ishlagan bu? Bu oxirgi marta 2019 mana Ramazon shundan Qo'yadigan aparat yo'qmi? Tekmada. Ha? Yana bitta nimalar? Shuni ketyapti, qo'yadigan aparat. Tekstilimiz bor, vaqtimiz bo'lsa ko'ramiz. Ikkita tekstil bor, bu ham to'xta. Bitta pak bor, endi 100 ga. Sotish kerakmi? Aplikalarga beryapman, aplikalarga birni nimada beryapman. Zavod narxida beryapman. 3 ta aplika bilan ishlayapman hozir. O'shalar nima? Birni o'tkazib bersa, keyin 2 3 tur berish o'zi aslan hammasi ketadi. Hammasi. Faqat birini Gaplashib turmasizlar bilan.